Bu tarifimizda 8 adam bo'lib bir kollektiv bo'lib chiqishlaringiz mumkin bo'ladi Jakem 4 mashinamda. Agarda siz shu videoni o'tirsangiz, Billning eng katta xatosini aytgan bo'lasiz. Chunki biz o'zlarimizni O'zbekiston bo'ylab 4 kunlik 4 viloyatga bo'lgan sayohatimizni yo'lga qo'ydik. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va videoni oxirigacha ko'ringlar. Narxini oxirida aytib o'taman. 4 kunlik sayohatimiz davomida nelar borladi? Buxoro viloyatida Labi Hovuz, Bahodir Naqshbandi va Art va botanika bog'larini borladi. Samarqand viloyatiga keladigan bo'lsak, Samarqand viloyatida Registon maydoni, Samarqand City Islom jamiyatining ustuna borib ziyorat va sayohat etiladi. Bu yerdan chiqib Jizzaxga yo'l olinadi. Jizzax viloyatida o'zlarimizda 2 dona dacha mavjud. Bir dachamiz Baxmal tumanida, bir dachamiz Zomin tumanida. Her bir dachamizda bir kundan bemalol dam olishlaringiz mumkin bo'ladi. Baxmal tumanidagi dachamiz yonida 500 yillik chinar daraxtlarimiz ham mavjud. Baxmal tumanida Nokata va Mo'g'alata ziyoratgohlarına borib, ziyoratga sayohat etishlaringiz mumkin. Bu yerdan chiqib turib Zomin tumanida borladigan yerlarimizga keladigan bo'lsak, Kanatga, Osmon ko'prik, Zomin sanatoriyasi, Zomin bozorlarına girib o'tiladi. Agar to'liq va batafsil ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa yoki joy bron etishni istasangiz, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib turib, to'liq ma'lumot va sayohatimiz narxini bilib olishlaringiz mumkin. Hammaga rahmat. Bu videoni do'stlar, birodarlaringizga neni sayohat etamiz deb o'ylanib yurgan joylaringizga yuborib qo'ysangiz-da, albatta manfaatli bo'lgan bo'ladi. Hammaga xayr, sizlarni Jizzax viloyatida kutib qolamiz.